alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana yangilik bilan o'quvchimiz imtihondan o'tib ketdilar. Bular ham Tergach filialimizda o'qiganlar. Hozir o'zlari batafsil imtihonda nima bo'lganini tushuntirib beradi. Avval imtihon qay darajada o'tdi? Avval imtihon a'lo darajada, bag'ri so'kdi. Ha, jicha hayajon bo'ldi, ha? 15 ball minus bo'ldi. 15 ball minus bo'ldi. Qayerda? To'xta chizig'i oldida yetmay bitta bo'ldi. Ikkitagi orada chirog'ini yoqmasdi. Ha, to'xtash chizig'iga 1 metr oralig'ida to'xtash kerak bo'ladi. Shunda ertaroq to'xtashgani uchun 5 ball minus. Keyin yana ikkita burilish chirog'i yoqishmagani uchun 5 balldan 10 ball. Общий 15 ball jarima bilan chiqdilar. Imtihonga, mana shu amaliy imtihon topshirishga qiynalayotganlarga mana avtodrom birga birmi? Birga darslarda ham hali yezdalarga chiqishda aktiv bo'lish kerak. Ha, yezgalarga chiqishda eng asosiysi aktiv, hushyor bo'lib, hali yurakdan nima qilish kerak? Minish kerak. Kecha ham bu jigar necha kilo mindingiz? 3 kilo minib ketdilar. Yo 1 kilo minaman dedilar, yo'q dedim, nima dedim? Chalgashib qolasiz. Chalgashib qolasiz, 3 kilo minib olavering dedim. Mana bugun natija bilan qaytib qilib, sizlar ham xuddi shunday natijaga erishish uchun kelinglar, tayyorlaninglar, natijaga birga erishamiz.